Bizde o'quvchilarimiz ichida qanday talantli o'quvchilarimiz juda ko'p mana. 2025-yilning eng odobli o'quvchisi yo'nalishi bo'yicha ilm maskani mukofoti sohibasi yuksak odob axloqi, namunali xulqi va madaniyatli muomalasi bilan ajralib turgan kim ekan? Bu 11-B sinf o'quvchisi Risolatxon O'rikboyeva. Risolatxon, yana bir bor tabriklayman. Mana shu odobingiz bundan ham yuksak marralarga erishishingizga nima deydi? Turtki bo'lsin. Bundan keyingi mana bu 11-sinfni bitirib oliy ta'lim muassasalariga o'zingiz qiziqib nima deydi? O'sha qiziqqan yo'nalishingizga o'qishga kirishingizda ham yana bir bor turtki bo'lsin. Tabriklayman.